Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlarni yoqtirib anglashingizlarni qarshi olamiz. Hozir anglaydiganlar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 1996-yil 7-oyda birinchi qatim nashr qilgan Tarixiy aslima Manas daryosidan qaytish. Avtori Savdanov Zohir. 7-bob. Achal davonidan o'tish. Jingda ataganlik turish signalining chilinishi komandir jangchilarni shirin uyqudan uyg'otib. Jangchilar erinchaklik bilan asta o'rinlaridan turishyotdi. Jangchilar xush bo'lsin, bo'lmasin, baribir hamon o'z vaqtida darhol turish kerak edi. Shunga ular darhol o'rinlaridan turib, kiyim-kechaklarini kiyib, yuz ko'zlarini yuvib, tamoqqa tayyorlanib turdi. Rota oshpazlarmi bu chaqda ataganlik choylarini qaynatib, tayyorlab bo'lgan edi. Komandir jangchilar ataganlik choyni 2 tal chaqmoq qand silib, qattiq nonlarni raso chilab obdan ichib oldi. Yurish buyrug'i berildi. Qismdagi jangchilar o'z reti bo'yicha tizilib, yuklarini dumbalarga ortib, miltiq, avtomatlarni mura va oldiga esib yo'lga chiqdi. Bu chaqda jingning ko'chalari shundoq jimjit bo'lib, aralab bomdod namzig mangan birer yerim odamlarla uchraydi. Her bir ko'chada birer saran lalma ishlar atiganlik tamoq izlab, ishik oldida bir-biridan qizg'anishib, bir-biriga xiris qilishib yuratdi. Jangchilar aytgan inqilobiy naqshlar bu jimliqni buzayotgan edi. Komandirlarmi ratlik komanda beradi. Jangchilarning ko'tarilgan qadamlari xuddi bir uzun yip tortib qo'ygandek takshi ko'tarilib, birdek gupildab yerga tushadi-da, kishining havasini qo'zg'aydi. Bularning yurish ovozini anglagan avam xalq o'y-o'ylaridan chiqishib, "Xayr xo'sh, oq yo'l tilaymiz" deb tovlashib uzitib qo'yadi. Askarlarmi javoban qo'l ishora bilan xo'shlashib, jang bozoridan ko'tarangi ruhliq holda chiqib ketdi. Chapdas qadam bilan ketib borgan bu cho'ng qo'shin uzoq mangandan keyin Bajaxo'ning qarsini ko'rdi. Bajaxo atrofi qum dovlari, yo'lg'onlar bilan qo'yuq qoplangan joy bo'lib, yiroqdan qarasangiz potayga o'xshaydi. Qism bilan birga mangan izvod komandirlari, rota komandirlari urush vaqtida Bajaxo'da bo'lgan ahvollarni so'zlashib, ham xushallanadi, ham hasratmut qilishadi. Chunki bu nurg'un sabdoshlar vaqtsiz qurbon bo'lgan joy edi. Qism Bajaxo tash yo'lining 2 qasniqiga bo'linib dam oldi. Bu yerda bu kun dam olish o'rnashtirildi. Men rotalarni aralab kelib, 2-batalyon shtabiga kelib to'xtadim. Bu chaqda 6-rotadagi urushga qatnashmagan bir muncha jangchilar komandirning so'zini anglash uchun o'ltirgan ekan. O'ltirganlar birdilla meni o'rishib, "Hurmatli shtab boshlig'i, siz bizga jang urushning ahvolini so'zlab bersangiz" deb talab qilib turishib oldi. Men bu yerda bo'lgan urushni qisqacha so'zlab berishga ma'qul bo'ldim. Yongjixo, Bajaxo'lar jingni ozod qilishda hal qilg'uchi halqiliq urushlar bo'lgan joy. Chunki jingdagi qo'mindan generali Gochi, qo'mindan 45-diviziyasining 20-polketdagi tanka, zambirak qismlaridan iborat 3-4 ming askariy kuchini jingni nuqta qilib, Yongjixo Bajaxo'larni asos tayanch oldingi liniya qilib, askariy kuchini Qora Tumshuq, Qumbuloq, Kulutang, To'g'roq, Chaza qatorliq qatnash yo'li ustidagi hamda Suybar bekatlarga o'rnashtirgan edi. Bo'libmi dushman o'zining asosiy kuchlarini Yongjixo, Bajaxo'larga qo'yib, mudofaa aloqa ishlarini kuchaytirib, har bir mudofaa liniyalariga telefonlarni o'rnatgan. Bo'libmi mudofaa liniyalarining oldidagi to'salg'ularni tuzlab, cho'nqur xandaqlarni suv bilan to'ldirib, potaylarni yasgan edi. Dushman bir tarafdan potay xandaqlarni yasagan bo'lsa, yana bir tarafdan jing xalqini Shixo'ga ko'chishga majburlagan. Mundaq majburiyat ostida gangrab qolgan avam xalq bo'rtala, daxiyanslarga, yana bir qismi Shixo tarafga ko'chib ketgan edi. Biz taraf jingga hujum qilishdan burun buyruq bo'yicha G'ulji 4-polik 1-batalyon va Xuizo divizion Yongjixo'ga yaqin berib dushmanga qarshi saf tashkillashni topshirib oldi. Ular dushmanning o'q zambiraklar bilan ilib borgan hujumlariga qahramonlik bilan zarba berib, 1945-yil 8-oyning oxirigacha tirikishib turdi.
bizning qismlarimizdan G'ulja Azad nishonliq 2-polik artilleriya divizion Daxiyanzida, Tekaz atliq 1-poliki Achal Davining shimoliy etikida, G'ulja 4-polik O'tayda, polikning 1 batalyoni, ya'ni hozirgi bizning 1-batalyon Yonjixo'ga yaqin joyga berib o'rlashgan edi. Ayni vaqtda Jing frontiga o'rlashtirilgan bizning jami 3500 ga yaqin harbiy kuchimiz bor edi. Lekin dushmanning askariy kuchi va qurollarining sifati jihatda biz ulardan xilala tuvan turatdik. 1945-yil 9-oyning boshlarida Jingga umumyuzlik hujum qilish tayyorligi bitgan. Lekin Jingni ishg'ol qilish uchun Jingning oldingi saf tayanch kuchi bo'lgan Yongjixo va Bajaxolarni ishg'ol qilish kerak edi. Shunga birinchi qadamda ayni vaqtdagi G'ulja 2-polik Yongjixoning g'arbidan, Xuizo divizion Yongjixoning g'arbi shimolidan, Shiba eskadron Yongjixoning shimolidan hujum qilib dushmanning asosiy kuchini Yongjixoga jalb qilish. Ikkinchi qadamda Tekaz orqali Tekaz otliq 1-poliki Bajaxo bilan Jing oraliqini besib o'tib urush qilish. G'ulja 4-polik 1-batalyon Yongjixoning udulidan hujum qilish. Zambirak divizion orqada turib Yongjixoni to'p tutish plani tuzildi. Bunun bilan Yongjixodagi dushman yarim ay shaklda muasirlik elindida 1945-yil 9-oyning 5-kuni atigan soat 5 da umumyuzlik hujum boshlandi. Shu kuni Milliy armiyaning Shexo piyoda 1-polkini asos qilgan holda qarindosh qismlar Chipayzidan aylanib o'tib, Shexo'ga tangla hujum boshladi. Bizning Shiba eskadron, Xuizo divizionlar dushmanning mo'ldirdak yig'vatgan o'qlari oldida dushmanning barliq tirishchanlik bilan qilgan qarshiliklarga qaramay shiddatli holda olg'a ilgarilayotdi. Bo'libmi shimoldan hujum qilgan Shiba eskadroni dushmanning Yonjixodagi shimoliy mudofaasiga bostirib kirdi. Bu chaqda bularning otadigan o'q dorilari tugab qolgan edi. Amal yo'q, birdilla dushman bilan quchoqlashma jang boshlanib ketdi. Nurg'un yosh Shiba yigitlari mushu jangda qurbon bo'ldi. Lekin bularning biri yiqilsa, biri kelib urush qildi. Ko'zga o'lim ko'rinmadi. Yuz ko'zidan qonlar sharqirab, iqvatsimi jon jahli bilan ilishdi. Ba'zilarning bir qo'lga o'q tekkan bo'lsa, bir qo'li bilan boturlarcha ilishdi. Shunda qilib dushmanning shimol tarafdagi pozitsiyasi Shiba eskadroni tarafidan buzib tashlandi. Bu chaqda Shiba eskadronining nihoyatda oz askari qolgan edi. Qolganlarning to'liq qismi digudak yordar bo'ldi. Shiba eskadroni boturlik bilan urush qildi. Qahramon Shiba jangchilarining boturligi butun Jing frontiga tarqalib, ularning qahramonlik, boturlik jasorati boshqa qarindosh qismlarning ruhiga zo'r ilhom bo'ldi. Shiba eskadronining bundaq botur qaysarligini tarix hargiz unutib qolmaydi. Keyin Xuizo divizioni bilan G'ulja 2-polkining birdak moslashib shiddatli hujum qilishi orqasida dushman Yonjixodagi yengilmas pozitsiyasini tashlab Bajaxo'ga chekindi. Tekaz atliq 1-polki sharqi janub tarafdan hujumga o'tib Yonjixodagi dushmanlarni qorshilib, dushmanning nurg'un askarini yer tishlatdi. Qolganlari Bajaxo'ga chekinib kirib oldi. Davomli ilgarilayotgan bizning qismlar Bajaxo'ga hujum qilganda dushmanning qattiq qarshiligiga duch keldi. Bu yerdagi urush nihoyatda jiddiy ham keskin bo'ldi. Dushman o'z potaylariga yo'linib, dahshatli o'q yog'dirib, bizning ilgarilayotgan qismlarimizni zo'r chiqimga uchratdi. Bo'libmi, Muno tash yo'lning janubiy egizligiga o'rinlashgan dushman potaylaridan chiqayotgan pulemyot o'qlari qismlarimizning olg'a ilgarilishiga zo'r qiyinchiliklarni tug'dirdi. Shunga bu potaylarni yo'q qilib etmay turib, olg'a ilgarilash qiyin edi. Mana shunda xalqiliq paytda 4-polik 1-batalyon 1-rotadagi Nadirov Zihrullam boshliq 3-4 jangchi yomg'irdak yig'vatgan dushman o'qlari qaramay, yer tuzilishdan foydalanib, qahramonlik va nihoyatda mahirlik bilan potayga o'milab berib, potayni portlatib, qismlarning olg'a ilgarilash yo'lini ochdi. Dushman oxirgi tayanch o't tochkalaridan ayrilib, Jing ko'rikiga o't qo'yib, Shexodagi qismlari bilan birlashish uchun sharqqa qarab chekindi. 9-oyning 9-kuni atigan soat 8 da dushmanning Jingdagi mudofaasi tarmar qilinib,
Jing bozori butunlay ishg'ol qilindi. Umumyuzlik hujum har tarafdan boshlangandan keyin jingdagi dushman o'zining qoldiq kuchini saqlab qilib, Shexodagi qismlarga qo'shilmoqchi bo'ldi. Lekin bu dushmanning xam xiyoli edi. Chunki bu chaqda bizning Shexoga hujum qilgan qismlar Shexoni ishg'ol qilib bo'lgan edi. Jangchilar jing urushining bo'libmi Yongjexu, Bajaxo'lardagi quchoqlashma urushlarini anglab, cho'nqur ta'sirlanib, texmi zo'r g'ayratga keldi. Shuningdek, bu qitimqi tinchlik bitimning oson qo'lga kelmaganligini texmi aniq tushundi. Tuyuqsizlar polik dejurnerlarning tamoq tayyor bo'ldi degan ovozi hammalarning tinchligini buzdi. Endi hammanglar berib tamoqinglarni yanglar deb ketib qoldi. Qism bir kun dam olgandan keyin o'z ratlari bo'yicha safga tizilib, yo'lga chiqishga tayyorlandi. Muvaqqat polik komandiri Ma'zamxon qismning oldida paydo bo'ldi-da, butun qismga so'z qilib, "Biz Yongjexodan yo'lga chiqib, tog' orqali G'o'ljoq tushimiz. Oldimizdagi yo'l tog' yo'li. Biz yana bir necha kun elining tog' yayloqlarini besib o'timiz. G'ayrat qilaylik. Bizning polik rahbarlaridan bir qismi mashina bilan tosh yo'ldan oldin yurib ketdi. Bizga yotoq, o'rin tayyorlab turdi", dedi. Shu hamon olg'a yurish buyrug'i berildi. Shuning bilan qism saharda Yongjexodan g'arbga qarab yo'lga chiqdi. Polik jingda turganda polik boshliqlari noya hokimlaridan Yongjexo bilan Daxianza oraliqida tog' tarafga ketgan ochal yo'lni biladigan, tog' yo'liga pishiq bir boshlamchi odam tepib berishni so'ragan edi. Ular koni jinglik yeshi 50 dan oshgan Turdaxon akini qo'shib qo'ydi. Bu odam yosh vaqtlarda tog' yo'li bilan Achal daviniga va Nilqa noyillarga berib qirchilik qilib yurgan odam ekan. Turdaxon aka bug'doy o'nglik, qansharliq, qaraqash, doğulaq qavul, temkin odam edi. U so'z qilganda aldirmay, uzib so'z qiladi. Turdaxon aka qara yo'rg'a eshigini mindida qismga yo'l boshlab mandi. Qismlar bir kun yo'l mangandan keyin kechda tog' tarafga ayriladigan yo'lga berib dam oldi. Bugungi bir kunlik yo'l janglarini qattiq charchitib qo'ygan edi. Ular dam elib o'ltirgan yerdala uxlab qilishdi. Ertasi subhi yurish bilanla Achal davan tarafga qarab yo'l oldik. Endi bir kishilik chig'ir yo'l bilan minishga to'g'ri keldi. Chig'ir yo'lning ba'zi yerlari tuzlanlik, ba'zi yerlari chatqalliq, shivoq, qamg'oq, qo'ng'uroq tikanlik edi. Yo'l bo'ylarida, qaptallarida adarasmonlar ichilib ketgan edi. Bundaq yo'lda ittik minishga bo'lmaydi. Minish suratimiz asta edi. Tash yo'lda qism 3 kishidan tizilib mangan bo'lsa, bu yo'lda bir kishi aran mang'il bo'ladi. Shunga miniyotgan jangchilarning oxirini ko'rgili bo'lmaydi. Yo'lga qarasangiz xuddi quyruqi uzilmaydigan bir uzun karvon kelayotgandek ko'rinadi. Yo'l shundoq jimjit. Aralab bizdan xili uzoqqa ketgan yo'l boshchi Turdaxon akaning Allah balaqan naqshisi anglanib qoladi. Shu kuni kechda qism Achal ig'izi Kalasta degan joyga kelib, qo'nalg'uga tushdi. Kalasta Achal davining ig'izi bo'lib, yo'l boshlovchi Turdaxon aka Kalastaning yo'l ahvolini polik boshliqlariga tunishtirdi. Turdaxon aka beshidagi bo'kini qo'liga olib, turib ketib shundoq dedi: "Bu Kalasta Achal davining ig'izi. Agar biz mushu yo'l bilan bu yoqqa qarab mansaq" deb bigiz qo'li bilan janubni ko'rsatdi. Go'rsay degan saydan o'tib, qarliq davallardan eshib Nilqa nahiya tabasiga tushimiz. Agar Achal ig'izining kun petish tarafiga aylanib mansaq deb g'arbni ko'rsatdi. Achal davandan o'tib, G'o'lji nahiyasi qarashli To'g'ra suv yayliqiga boramiz. 1945-yil 1-oylarda jingda turishliq go'mindan askarlari biz tarafdan Harambog'da qo'rshovda qolgan qismlarga yordam berish, ularni qo'rshovdan qutuldirish uchun mushu yo'lda mangan. Lekin u vaqtda qish bo'lganlik uchun Achal davandan o'tib G'o'lji nahiyasining Panjim degan yeriga borgan edi. Lekin ularning birisi mo saq qaytib kelmadi deb turib qoldi u. To'satdan polik boshliqlari so'z qistirib: "Rastaysiz Turdaxon aka, bizning partizanlarimiz Harambog'ni qorshib olganda dushman qo'rshovdagi qo'shinni qutuldirish uchun har xil tadbirlarni ko'rgan. Osmondan aeroplan bilan yemak-ichmak, o'q-dori tashlab turdi. Lekin bularning ko'pchiligi inqilobchilarning qo'liga tushib turadi.
Keyin Gomindang Jingda turgan 45-diviziyaning bir kuchaytirilgan polkini mushu Achal Davan orqali G'uljiga avatdi. Ular qishning eng qattiq sovuq kunlari davom etib, to'g'ri suv yayliqiga yetib berib, oldin Panjimga yaqin borganda buningdan xabar topgan 3 viloyat partizanlari Panjim, Turpan yuzi, Jilil yuzi qatorliq joyazlardagi xalqlar qo'zg'alib, partizanlarga moslashib, dushmanning oldin to'sdi. G'ulji noyasiga yaqin yerdagi Panjim, Turpan yuzi, Jilil yuzi qatorliq yezlardagi dehqonlar butunlay qo'zg'alib, o'z otlariga minib, qo'lga tayoq, to'qmoq ilib, dushmanning oldin to'sish bilan partizanlarning otlariga yam-xashak, bida cho'plarni yetkazib berib, dushmanni yo'qotishga qatnashdi. Shundoq qilib, davom eshib yordam kelgan dushmanning ko'pchiligi yo'qotilib, qolgan qismi kelgan yo'l bilan chekinib, jingga qarab petrab qochgan. Haram bag'dagi dushmanning ichki tashqi jihatdan moslashib, muasirni bo'sib chiqimiz degan xam xiyoli ana shundoq yo'q chiqqan edi, deb Turdaxun akaning so'ziga qo'shimcha qildi. Turdaxun aka bo'lsa, shundoq deb o'sgan qoshlarini ko'tarib qo'yib jim turdi. Bugun agar yomg'ir yog'may qolsa, o'ttirda bir qunalg'u qilib, Achal Davandan oson chiqib ketamiz. Agar yomg'ir yig'ib o'lchilik bo'lib qolsa, yo'l telg'oq bo'lib, yurishga qiyinchilik tug'ilib qolarmikin, dedi Turdaxun aka. Polik komandiri darhol pozitsiya bildirib, to'g'ri dedilar Turdaxun aka. Undaq bo'lsa, mushu sayda bir qunib, ondan yo'l yurayli. Siz deganda biror ahvol ko'rilib qolmasin, dedi. Shunday qilib, jangchilar bu davan eg'izda bir kecha qo'ndi. Hammaylan kechlik tamoqni yeb bo'lgandan keyin sayning suzuk buloq suyida yuz ko'zlarini yuvdi. Ondan yap-yeshil cho'pning ustida yetib rahatlanib uxlab qolishdi. Kecha havo ochiq, suzuk osmonda yulduzlar jimirlaydi. Biroq yiroqlardan chili bo'rlarning huvulgan ovozi anglanib qolatdi. Turdaxun aka texi uxlamagan edi. U ko'nglida butun jangchilarning bexatarligi mening ustimda deb o'ylaydi. Jangchilarning hammasi xo'rak tartishib uxlayotdi. Kim biladi, tog'ning ichida yo'shirinib yotgan ot kala o'g'risi bo'lsa, o'g'rilar mushundaq vaqtda askarlarning ozuqliq o'kuz kallarini o'g'irlab ketmasin deb, o'zi uxlamay atrofdagi postlarga obdan jigilab qo'yish uchun o'rindan turishiga men tuyib qilib, "Nega borsiz Turdaxun aka?" deb so'rdim. Turdaxun aka o'ylaganlarini aytdi. Men darhol post almashtiruvchini chaqirib, postlarni tekshirishni, har bir soatda post almashtirishni, bo'libmi polkning ozuqliq o'kizlariga obdan qarashni topshirdim. Buning bilan Turdaxun aka kichikkina xotirjam bo'lgandek qildi-yu, yanila uxlay olmadi. U asta o'rnidan turib yiroqni tenshidi. Bir narsaning shipirlagan ovozi kelganda qildi. Darhol shap kelgan tarafga bo'ynini so'zib, sap salgan edi. Ko'ziga bir narsa ko'ringandek bo'ldi. Eliqi ovoz yana yo'qolib ketdi. U, "Ya Hazrat, Xudo panohingda o'zing saqla. Mushu bolalar saq salomat tongni atqizib olsin", deb Allohdan omonlik tilab, bir o'ram mug'riga ilib, qarong'uda o'rab chekdida bir oz xotirjam bo'lgandek his qildi. Bir ozdan keyinla yana yuraklari qattiq silib terlab ketdi. U darhol potisini yeshib, terlarini surtdi. Andin tamaki qalduqini yerga tashlab, putining uchi bilan dastlab o'chiribdi. Shu arada yaqinla yerda chilböra vulab ketdi. Turdaxun aka yana qattiq cho'chib ketdi. Dal shu chog'da postlar almashdi. Bu ishni ko'rgandan keyin Turdaxun aka bir oz xotirjam bo'ldi-da, qara eshkining bor yo'qligini kuzatib, uning yaqin atrofda o'tlayotganligini ko'rgandan keyin qaytib kelib yana yotdi. Saharda o'rindan turish belgisi berilganda, jangchilar o'rindan turishib, yuz ko'zlarini yuvishayotdi. Turdaxun aka bo'kini bir cheksiga kiyib o'rindan turdi-da, erinchaklik bilan eriqda eqiyotgan buloq suyiga kelib tarat elib, ko'k cho'p ustiga qarab potisni ikki qat qilib silib, bamdod namozni o'qib oldi. Ondan yugurib berib eshikini ilib, cho'mini to'qidi-da, boshqalarga qaradi. Jangchilarning hammasi nonlarini choyg'achlab, choy ichayotdi. Oshpazlar xili atigan turib, choyni qaynatib bo'lgan edi. Ofitser jangchilar o'z rotlari bilan ratlik tizilib yo'lga chiqdi.
qism sayni o'rlab xili bir zaman mang'andan keyin ikki sayning ig'izig'a chiqdi. Biri janubga so'zilgan go'rsay, biri g'arbga buralgan Achal dovonning siyi bo'lib, yo'l boshlag'uchi bizni g'arb tarafga so'zilgan sayga boshlab mandi. Yo'l o'ra davon bo'lg'achqa ofitser janchlar hasirab aran ketib baratdi. Bu chog'da kun qayrilib kechkiray deb qolgan edi. Subhi bilan tang mang'an janchlar arliqda ikki qitim qisqa dam elib, azroq quruqdan sovuq suv ichib olgandan bo'lak hech nima yemay kech kirguncha yo'l mang'an bo'lsa-mu, ancha harg'inlik his qilmadi. Bu bakmu chiroyli ikki tog' orasining kengrak joy bo'lib, Qaptal o'ttirisida zumratdek eqib tushayotgan suzuk tog' suyi odamga huzur beg'ishlaydi. Taşdan taşqa urilib eqib tushayotgan tog' suyiga qarab tursangiz, ko'nglingiz ichilib qolatdi. Tog' beg'irlab ichilib ketgan tog' gullarining yiqimliq hidi odamni mast qilatdi. Qaptalda pishib-pishig'ida qurib qolgan qizil yaqutdek tanquray tog' bo'ljirgini odamning zo'qini qo'zg'ab havisni keltiradi. Polik bu yerda dam ilish uqtirishni tushirdi. Har bir rotaning oshpazlari qozon qo'mushlarini pakiz yuvib, tamoq etishga tutishib ketishdi. Orqa saptiki oshpazlar oldilariga cho'ng oq partuqlarni tortishib, yo'l bo'yi haydab kelgan kalalardan bir qanchasini g'ach-g'uch so'ydida har bir rotaga taqsim qilib berdi. Birdamdala rotalarning qozonlarida mazali kala go'shi pishirilib tayyor bo'ldi. Qaptallarning payzini surayotgan janchlar yiroq-yiroqlardan qo'llarida har xil gullarni tutishib yugurib kelishdi-da, oshpazlarning qo'llariga tutqizib, ondan tamoqqa o'ltirdi. Ular kala go'shini yeb, sho'rpisiga qattiq nonlarni chilishib, mazza qilib ichilishdi. Turdaxun akimo jangchilarning yonida o'ltirib, atigankiga o'xshashla potisni 4 qatlab dasturxon qilib soldi-da, xorjunidan bir mayliq to'qashni elib, sho'rpaga chilab ichishga boshladi. Sho'rpa tetib ketgachga yana bir china ichvetida qo'lini ko'tarib duo qilib o'rindan turdi. Jangchilar tamoqdan keyin birer soat payzini surib dam olgandan keyin mening atrofimga to'plashib oldi-da, kechda Musajon Rozining tamburini chilib, naqsha aytib bir payzi qilib berishini iltimos qildi. Bu talab menga xo'sh yoqdi. O'zimmo chaqchaqqa amroq, sazga amroq bo'lg'achqa Musajonga "Qani Musajon, anglayli" desam, Musajon tamburni qo'lga oldi. U jarangliq ham mo'ngluq ili naqshlarni boshlavatdi. Arpa bug'doy samonini salkin ayriydi, urug' tuqqan qarindoshni o'lim ayriydi. Qara deydi, qara mende yo'q. Qara muqning qasraqidek gunoh mende yo'q. Qarasam ko'rinmaydi elining tog'i, ajabmu yomon ekan ayrilish dog'i. Itimni chaptirib o'tdim bo'likay g'oli bilan, o'ynasang tuzuk o'yna har ishning yo'li bilan. Talkining davonidan karvon to'xtamay o'tdi, Sulaymon yig'ilgan bilan ilohun yig'ilmay o'tdi. Atrofdagi janchlar Musajonga jo'r bo'lib, qapqara qo'y ko'zligimni boshlab, tog' ichini chang keltiribdi. Turdaxun akimo ballarga qarab payza qilib, "Hay, o'lma, qo'ling dard ko'rmasin" deb varqirab qo'yatdi. Naqshidan keyin boshlangan chaqchaq, kulka jangchilar vujudidagi harg'inlikni birdamdala tugitibdi. Chaqchaqqa ulanib yana soz boshlandi. Tambur usul patisiga yo'tkalganda yigitlar arqa-arqadan usulga tushdi. Bir qancha jangchi qarg'ay shoxlari quruq o'tin bilan gulxon yiqib, bu go'zal yayloqni bayram tusiga kirgizibdi. Qiziqchilikda Turdaxun akimo o'zini tutib olmay usulga tushib, intayin qiziq sho'x harakatlari bilan usul so'rinni rasa qizdivatdi. O'pko'rdagi jangchilar "Balli, qaynang, armang" deb varqirshatdi. Shu kuni jangchilarga qayta xizmat ishlab, bu so'rinni noiti ta'sda tarqatdik. Turdaxun aka o'yinning qiziqchiligida qazo qilayotgan xutdan namozni darhol tarat ilib oldirab tinib o'tdi-da, eshikini bog'lab qo'yib, xurjunni beshiga qo'yib uyquga ketdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmayla Turdaxun akaning xo'rak ovozi barliq jangchilarning xo'rak ovozini besib tushdi. Tong saharda jangchilar darhol o'rinlaridan qo'pib,
yük taqılarını tengib g'izalanibla yo'l yurishga tayyorlandi. Turdaxun akamu namozini chalib-la o'qib potsini biliga bog'ildida eshikka minib yo'lga ravon bo'ldi. Shuningdan keyin jangchilarmu saf bilan yo'lga chiqdi. Oldimizdagi safar xilila jafoliq edi. Chunki bugun yo'l yurish plani bo'yicha Achal davandan o'tib, to'g'risi yayliqiga yetib berish kerak edi. Lekin uydagi hisob bozorga to'g'ri kelmabdi degandek, yo'lning ahvolidan qaraganda bu planni o'rindashga bo'lmaydigandek qilatdi. Chunki davan dengiz yuzidan 2500 metr egiz edi. Bu Achal davani Urumchi, Ili havo yo'li bo'lib, aeroplanlar mushu davan ustidan uchib o'tadi. Bu davandan o'tish xili kunlardan biri piyoda yurib kelayotgan, yerib charchab aran ketayotgan komandir jangchilar uchun xili mushkul ish edi. Lekin qismning oldi jafo mushaqqatni yengib, qaysarlik bilan bir kun yo'l yurib, kech soat 5 bilan davan ustiga sog' salomat chiqdi. Davan ustiga eng avval chiqqan jangchilar miltiqlarini osmonga qaratib pulanlatib, tuvandagi davanga yamishib chiqayotgan jangchilarga qarab, "Biz g'alaba qildik!" deb cho'qon silib varqirashdi. Tuvandan chiqayotgan jangchilar ustunlariga qarab, "Mana biz mo yetib boramiz. Bu egiz davanlar bizning irodamizni bo'shashtirib olmaydi" deb varqirashdi. Komandirlar jangchilarga "Yo'ldoshlar, g'ayrat qilinglar" deb safna yinda turib madad berdi. Shunda qilib butun qism sog' salomat Achal davanining ustiga chiqib bo'ldi. Davan ustiga chiqqanda ba'zi jangchilarning ko'ngli ilishdi, ba'zilarining beshi qaydi. Chunki davan ustida havo shalon edi. Davanning ustimi yop-yeshil o'tloq bo'lib, to'g'ri suv yayliqi texi yiroq edi. Polik boshliqlari bugun mushu yerda qo'nishni buyurdi. Hamma rotalar minishni to'xtatib, yop-yeshil o'tloqqa o'zlarini yetishdi. Kunmu kech kirvatadi. Davan ichi yerim qorong'uliq, yerim qizilliqda edi. Chunki quyosh eng oxirgi o'tkir qizil nurlarini davan ustiga sepmoqda edi. Shafaq qizilligi davan ustidagi o'tloqni ajoyib bir chiroyli tusga kirgizib, o'tloqdagi har xil gullarni julalashtirib, texmu chiroyli, texmu go'zallashtirib o'tgan edi. Komandir jangchilar kechki shafaq nuriga g'o'zurlanib, uzoq qarab turishdi. Lekin davan usti sovuq shamolliq bo'lib, odamning qo'lini qo'raydi. Birdamdila qorong'u tushdi. Lekin polik shtab boshliqlarining o'rinlashgan chidari tegicha yo'ruq edi. Bu yerdan qizg'in kulki chaqchaq paranglar anglanib turadi. Birdamdila yerim kechimi bo'lib qoldi. Postlar u yoqdan bu yoqqa minishib turadi. Atrofni kechining surlik jimjitligi bosdi. Tong otdi. Sharqdan ko'tarilgan quyosh tog' cho'qqilarga oltin nurlarini chashdi. Kun nayzi bo'yi o'rlaganda atrof takshi yo'ridi. Butun qismlar o'rindan turishdi. Davan ustidagi yayloq ajoyib bir xil go'zal tusga kirgan edi. Shu oraliqda "Qaranglar" dedi kimdir biri yenimizdagi tog'ning eng cho'qqisidagi toshni ishorat qilib, hammamiz shu tarafga qaragan edik. Eng cho'qqidagi toshning ustida bir arqar tog' teksi. Xuddi bizni tomosha qilgandek haybatlik mungizlarni bizga ko'z-ko'z qilib turadi. Jangchilardan biri miltiqni batladi. G'oyibdan kelgandakla "To'xta!" degan ovoz bilan tang hammamiz keynimizga qaradik. Shtab boshlig'i ittik qadamlar bilan yugurib kelyotdi. U jangchiga varqirab ketdi. "Voy, qandoq nimisan? Biz davanga orqara o'g'lig'ili keldikmi? Safar ustida o'g'lashqa bo'lmaydiganligini bilmamsan?" Yilqi jangchi xijolat bo'lib yerga qarg'inicha turib qoldi. Shu oraliqda arqarmu bizni zanglik qilgandek birdam qarab turib, oldingi ikki puti bilan ikkinchi toshqa lekkida sakirdida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shunda qilib, polik bu davan ustida bir kun yaxshi dam oldi. Atsi atiganda yo'l boshlab kelgan Turdaxun aka qaytishi kerak edi. Lekin Turdaxun aka qaytib ketishga unimidi. "Yo'q, men sizlar bilan yo'l yurib, xuddi to'y ko'chirib kelganda xushal bo'lyapman. Shuning uchun sizlarni to'g'risi yayliqigacha opirib qo'yib, ondan qaytaman" deb turib oldi. Qism yo'lga chiqdi. Kun salqin edi. Ruhiy kayfiyati ustun edi. Ularning chiroyida
xushalliq alomati urg'ib turadi. Bu yo'lda aralab tog' hayvonlari va har xil qushlar uchrab turadi. Bu mu jangchilar uchun bir yangilik edi. Ular hayvonlarni va qushlarni ko'rishib, har qaysi o'zining ular haqida bilganlarini boshqalarga hikoya qilishadi. Shunga bu uzun yo'l faqat bilinmay qoldi. Turdaxun aka qora yo'rg'a eshkining ustida musofirlar naqshisini aytib ketib boradi. Davomi bor.